Buni hozirgi zamonimizda o'zi ko'rib turibmiz. Dinini mahkam ushlayman degan odam cho'g'ni qismlagan odamdek. Dinni ushlagan sari qo'l kuyadi. Qancha mahkam ushlasangiz, shuncha ozor chekasiz. Bu oddiy bir namozga kirgan odamdan boshlanadi. Birdan ro'yxatga tushadi. Hijobga kirgan ayoldan boshlanadi. Birdan ro'yxatga tushadi, chaqirtirishadi. Nimaga hijob bo'lading? Nimaga masjidga qaytib qolding deydi. Soqol qo'ygandan ro'yxatga tushadi. Ma'lum-soni o'qigandan ro'yxatga tushadi. Endi ilm olib amal qilsa tamom bo'ldi u odam. Yurtidan chiqib ketish kerak bo'ladi. Chiqib ketgandan keyin ham qutulmaydi. Orqasidan quvlab boradi. Ushlab olib keladi, qamaydi. Ana shunday bo'lib qoladi. Dinini ushlayman degan odam, diniga sabr qilaman degan odam cho'g'ni qismlaganday bo'ladi deganlar. Ya'ni faqat va faqat alam, ozor ichida yashaydi. Nima qilish kerak? Iloji yo'q, sabr qilish kerak. Shuning uchun diniga sabr qiluvchi deyaptilar buni. Ertaga jahannamni cho'g'ida yotmasligingiz uchun bugun cho'g'ni qismlashingiz kerak.